zo'r lokatsiyadan zo'r uy chiqdi. Shunaqangi tinch hududdan uy qidirayotganlar uchun aynan shu uyimizni tavsiya qilamiz. Mirzo Ulug'bek shundoqqina TTZ bozori yonida joylashgan 8 qavatli yangi qurilgan Novostroyka binomizni 8-etajdan 2 xona studiya formatdagi 39 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadon. Uyimizni narxini ham eshitdinglar. Shokolad narxida 64 ming, yana kelishiladigan joyi bor ozgina. Uyga kirganimizda shunaqangi muhit bizni kutib olyapti. Birinchi garderobni, yonida oynak, birinchi xonasi, kattalar uchun yotoqxona, azizlar. Keng, chiroyli, chinamgina. Yumshoq mebellar, o'zini tashqi oynaklariga ega, konditsioner albatta. Xo'p, oyoqtaylari to'liq parket pol qilingan, 100% isitish tizimi teplый pol. To'g'rida esa umumiy sanuzel qismi. To'liq kafellar qilingan. Yonida ikkinchi xonasi, ya'ni studiya formatdagi zal qismi. Chiroyli kartinalar ilib qo'yishgan. Bu yerda ham konditsioner, o'ziga xos shunaqangi mebel texnikalariga ega, xolodilnik, televizor, o'zini shunaqangi balkon muchasi ham bor. Shaharni kuzatsangiz bo'ladi. Do'stlar, uyimizni qisqacha tanishtirib o'tyapmiz. Uyimiz ma'qul kelayotgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar, videoga like bosing. Bizni kuzatishda davom eting.